Fermerlar hamda qishloq xo'jaligi sohasidagi ishlab chiqaruvchilar diqqatiga. Endilikda o'z yeringizda suv tejaydigan texnologiyalarni o'rnatish maqsadida kreditlar oladigan bo'lsangiz, kredit foiz stavkasining bir qismi davlat tomonidan to'lab beriladi. To'g'ri eshitdingiz, ushbu xabarimizni barcha fermerlarga va qishloq xo'jaligi sohasidagi ishlab chiqaruvchilarga maksimum darajada yuborib qo'ying. Prezidentimizning 47-sonli qaroriga muvofiq fermerlarga va qishloq xo'jaligi sohasidagi ishlab chiqaruvchilarga yangi moliyaviy qo'llab-quvvatlov tizimi joriy etilmoqda. 2026-yil 1-oktyabrdan boshlab har bir gektar yer maydoni uchun 20 million so'mgacha bo'lgan miqdorda kreditlar taqdim etiladi. Eng muhimi kreditning berilishida emas, uning foiz to'lovlaridadir. Agar siz mana shu maqsadda prezidentimizning mazkur 47-sonli qarori asosida kreditlarni oladigan bo'lsangiz, unda Markaziy bank asosiy stavkasidan yuqori bo'lgan qism, biroq 10% punktdan oshmagan qismi kreditingizning foizlari agrar sohada to'lovlar agentligi tomonidan to'lab beriladi. Keling sodda tarzda tushuntiraman. Bugungi kunda Markaziy bankning asosiy stavkasi 14% bo'ladigan bo'lsa, siz 22% dan kredit olgansiz. 14% lik qismini o'zingiz to'laysiz va undan oshiq bo'lgan 8% lik qismi uchun agrar sohada to'lovlar agentligi sizga yordamga keladi to'lovlaringizni to'lash borasida. Agar punkt 10% dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, qanday bo'ladi deydigan bo'lsangiz, baribir ham 10% lik punktgacha bo'lgan qismi agrar sohada to'lovlar agentligi tomonidan to'lanadi, ortgan qismi esa o'zingizning hisobingizdan to'lanishiga to'g'ri keladi. Shuning uchun hurmatli do'stlar, hurmatli fermerlar, hurmatli qishloq xo'jaligi sohasidagi ishlab chiqaruvchilar, suv tejaydigan texnologiyalarni joriy qilmoqchimisiz? Endi faqatgina kreditning summasiga emas, aksincha bankning foiz stavkasi va Markaziy bank asosiy stavkasi o'rtasidagi farqqa ham e'tibor berishingiz tavsiya etiladi. Hurmatli do'stlar, 2026-yil 1-oktyabrdan boshlab kuchga kiradigan mazkur amaliyot haqida Suvchilar maktabi sizni oldindan ogohlantirmoqdaki, mana shu amaliyotlarga oldindan tayyorgarlik ko'rishingiz uchun. Ushbu xabarimizni suv tejaydigan texnologiyalarni olish niyatida yurgan barcha fermerlarga, qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarga maksimum darajada yuborib qo'yasiz va mana shunday qishloq xo'jaligi sohasidagi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, Suvchilar maktabining ijtimoiy tarmoqdagi barcha sahifalarini kuzatib boring hamda obuna bo'ling. O'zingizdan ehtiyot qiling.